oddiygina mana shu plomba plastmascha sizga 100 ming so'm zarar keltirishi mumkin. Nimaga deysizlarmi? Siz sovg'aga beryapsiz yoki sovg'a hadyaga misol soat oldingiz, mana shu plombasini agar yechmasangiz, agar famiga bormasangiz, ya'niki bilmasangiz sizga 100 ming so'm zarar keltirishi mumkin. Qanaqa deysizlarmi? Bilmagan odamlar bilmaydi, qaranglar. Mana soat ishlamayapti. Mana shu plombasini olib, misol olib bossa, keyin soat ishlaydi. Mana shu muammolar bizlarga juda ko'p keladi. Klientlarimiz keladi, mana shu soatimga batareya qo'yib ber deb kelishadi. Men hozir ham mana shu muammo bo'ldi. Mana shu holat hozir ham bo'ldi. Uka, mana shu ikkita soatimga bitta batareya qo'yib ber deyapti. Biz aytamiz, любой klientga aytamiz. Aka, bu mana plombasi bor. Plombasini olsangiz, soatni bunday bossangiz, uchkasini, quloqchasini soat ishlab ketadi deymiz. Lekin ba'zi qo'shtirnoq ichidagi odamlar, aka 10 minutga kelin, batareyasini almashtirib beraman deb soatlarini olib qo'yib 10 minut 15 minutdan keyin kelsa, mana aka soatingizni batareyasini almashtirdim, sizdan 100 ming bo'ldi yoki 50 ming bo'ldi deb, mana shunaqa insonlar ham bor. Shuning uchun e'tiborli bo'linglar. Agar bilsangiz yaxshi, zo'r, lekin bilmaydiganlar ham juda ko'p. Chunki bizlarga shunaqa holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun sizlarni bir ogohlantirib qo'ydim. Agar soatni taqishni boshlagan do'stinglar, tanishinglar bo'lsa, shu videoni jo'natib qo'yinglar. Mana shu uchkasini, quloqchasini bossalaringiz soat keyin ishlaydi. Ichida batareyasi yangi bo'ladi. Assalomu alaykum, kuninglar yaxshi o'tsin.